Liverpool vafot etgan Diego Jota bilan shartnomani bekor qildi. Agar kanalimizni kuzatib bormasangiz, bizni yana ko'rish ehtimolingiz juda kam. Lekin obuna bo'lgan bo'lsangiz tabriklaymiz. Bu yog'iga har kuni yangi bilimlarga ega bo'lasiz. FIFA qoidalariga ko'ra, agar bironta futbolchi vafot etsa, klub marhumning oila a'zolariga vafot etgan kuniga qadar bo'lgan maoshini to'lab berishi kerak. Klub shartnoma yakuniga qadar bo'lgan summani to'lashga majbur emas, lekin Liverpool atayin Jota bilan shartnomani bekor qildi. Agar biron klub futbolchi bilan shartnomani bekor qiladigan bo'lsa, futbolchiga shartnoma yakuniga qadar olishi kerak bo'lgan pulni to'lab berishga majbur. Shuning uchun ham Liverpool shartnomani bekor qildi. 2027-yilgacha Liverpool Jota oila a'zolariga 9 million yevro to'lab boradi. Liverpoolda 20-raqam abadiy Jotaniki bo'lib qoladi. Klub uning xotirasiga bu raqamni butunlay muomaladan chiqardi. Bu raqam endi klubning barcha darajalarida, jumladan ayollar jamoasi va akademiyada ham hech kimga berilmaydi. Buyuk klub, buyuk qadriyatlar.